Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarning hisob varaqlaridan pul yo'qolib qolishi, karta balansi birdan 0 bo'lib ko'rinishi. Pensiya tushgan zahoti yechib olinishi yoki bloklanib qolishi holatlari nega ko'paymoqda? Bu gap faqat bugun pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarga tegishli emas. Bu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda pensioner bor. Ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, qarindoshimiz. Ma'lumot juda muhim, oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikning pulini saqlab qolishi mumkin. Men avvalo bitta narsani aniq aytaman. Pensiya puli o'z-o'zidan havoga uchib ketmaydi. Agar hisobda pul yo'qolgan bo'lsa, buning deyarli har doim sababi bo'ladi. Sabablar turlicha. Firibgarlar karta ma'lumotini qo'lga kiritgan bo'lishi mumkin. Qarzdorlik bo'yicha majburiy undirish bo'lishi mumkin. Bank ilovasida vaqtinchalik texnik xatolik bo'lishi mumkin. Karta muddati tugagan yoki bloklangan bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda esa pensionerning o'zi bilmasdan pullik xizmatga rozilik bergan bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilik pensiyani naqd pul ko'rinishida olar edi. Pochtachi olib kelardi yoki odam o'zi borib olardi. Xavf boshqa joyda edi. Pulni yo'lda yo'qotib qo'yish, kimdir aldab olib qo'yishi, uyda saqlangan naqd pulning o'g'irlanishi. Hozir pensiya ko'p hollarda plastik kartaga tushadi. Bu qulay, navbat kamroq, pulni saqlash osonroq, bankomatdan yechish mumkin, do'konda karta bilan to'lash mumkin. Lekin yangi qulaylik bilan birga yangi xavf ham keldi. Telefon orqali aldash, SMS kod so'rab olish, bank ilovasini o'rnatib beraman deb kartani boshqarib qo'yish, soxta havola yuborish. Pensiyangiz qayta hisoblanadi deb ma'lumot yig'ish. Bugun o'zgarayotgan narsa shuki, pul endi faqat hamyonda emas, raqamli hisobda turibdi. Hisobga kirish uchun esa karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, bank ilovasi, telefon raqami, PIN kod kabi ma'lumotlar muhim. Firibgarlar aynan shu joyni nishonga olishmoqda. Ular pensionerning qo'lidan kartani tortib olmaydi. Lekin telefon orqali shunday gapiradiki, odam o'zi kodni aytib yuboradi. Natijada hisobdagi pul bir necha soniyada boshqa kartalarga o'tib ketadi. Men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Eng katta xavf ostida telefon orqali kelgan, har qanday gapga tez ishonadigan, bank ilovasini tushunmaydigan, SMS kod nimaga kerakligini bilmaydigan, kartasini farzandi yoki qo'shnisiga berib qo'yadigan pensionerlar turadi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki firibgarlar ko'pincha odamni qo'rqitadi. Hisobingiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi. Kartangizdan pul yechilmoqda, hozir aytmasangiz kech bo'ladi. Davlatdan qo'shimcha to'lov chiqdi, olish uchun kodni ayting deb bosim qiladi. Masalan, bir onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pensiya tushgan kuni unga qo'ng'iroq bo'ladi. O'zini bank xodimi deb tanishtirgan odam, kartangizga shubhali kirish bo'ldi. Pulingizni saqlab qolish uchun SMS kodni ayting, deydi. Onaxon qo'rqib kodni aytadi. Aslida bu kod pul o'tkazmasini tasdiqlash kodi bo'ladi. Bir daqiqadan keyin hisobdan 1.200.000 so'm chiqib ketadi. Bankka borganida esa pul karta egasi tasdiqlagan operatsiya orqali ketgani ma'lum bo'ladi. Mana muammo shunda. Kodni aytgan odam o'zi bilmagan holda firibgarga eshik ochib bergan bo'ladi. Yana bir misol. Boboxonning kartasiga 2 million so'm pensiya va kompensatsiya tushadi. U bankomatdan pul yechmoqchi bo'ladi, lekin balans 0 ko'rinadi. U darhol pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, avvalroq uning nomida kommunal to'lov bo'yicha katta qarzdorlik bo'lgan. Bu qarzdorlik ijro tartibida undirilgan. Bu firibgarlik emas, lekin pensioner oldindan xabardor bo'lmagani uchun bu holat juda og'ir tuyuladi. Shuning uchun men doim aytaman, pul yo'qolsa, avval vahima qilmasdan sababini aniqlash kerak. Sabab firibgarlikmi, majburiy yechimmi, bank xizmati to'lovimi yoki texnik muammomi? Buni hujjat bilan bilish kerak. Agar siz kartangizni hech kimga bermasangiz, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, bank ilovangiz faqat o'zingizning telefoningizda bo'lsa, karta PIN kodini qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamasangiz, har bir operatsiya bo'yicha SMS xabar kelib tursa, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman, menga hech narsa bo'lmaydi deb beparvo bo'lish ham noto'g'ri. Chunki firibgarlar faqat sodda odamni emas, charchagan, shoshilgan, qo'rqib qolgan odamni ham aldashi mumkin. Ular ko'pincha vaqt tanlaydi. Pensiya tushgan kun, dam olish kuni, kechki payt, odam bankka bora olmaydigan vaqtda qo'ng'iroq qiladi. Yana bir muhim jihat. Ba'zi pensionerlar kartasini farzandiga beradi.
bolam bankomatdan yechib keladi deydi. Bu oilaviy ishonch masalasi bo'lishi mumkin, lekin huquqiy va moliyaviy tomondan karta egasi mas'ul hisoblanadi. Agar karta orqali noma'lum to'lovlar qilinsa, bank birinchi navbatda karta egasining xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaganini tekshiradi. Shuning uchun kartani hatto yaqin odamga berishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Eng to'g'ri yo'l kerak bo'lsa, pensioner bilan birga bankka borib, qonuniy ishonchnoma, qo'shimcha karta yoki rasmiy tartibni so'rash. Birinchi holat, firibgarlar pulni boshqa kartaga o'tkazadi. Bunda odatda SMS kod aytilgan, soxta ilova o'rnatilgan yoki karta ma'lumotlari begona odamga berilgan bo'ladi. Masalan, sizga 600 ming so'm yordam puli chiqdi. Havolaga kiring degan xabar keladi. Havola bankka o'xshagan sahifani ochadi. Pensioner karta raqamini, amal qilish muddatini, kodni kiritadi. Keyin SMS keladi. U kodni ham kiritadi. Natijada yordam puli olish o'rniga kartadagi 900 ming so'm yechib olinadi. Ikkinchi holat, majburiy undirish. Agar sud qarori, aliment, kredit qarzdorligi, kommunal qarz yoki boshqa majburiyat bo'lsa, hisobga tushgan mablag'dan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki pensiya ijtimoiy to'lov bo'lsa ham ayrim qarzdorliklar bo'yicha undirish tartibi mavjud bo'lishi mumkin. Lekin har qanday ushlab qolish ham cheksiz bo'lavermaydi. Pensioner o'ziga nisbatan qanday ijro hujjati borligini bilishga haqli. Agar hisobdan pul yechilgan bo'lsa, bankdan ko'chirma olish va majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan asosini so'rash kerak. Uchinchi holat, bank xizmatlari va avtomatik to'lovlar. Ba'zan odam o'zi bilmasdan pullik SMS xabarnoma, sug'urta, mobil aloqa avto to'lovi, kredit to'lovi, obuna yoki boshqa xizmatga ulanib qoladi. Masalan, pensioner telefon raqamini to'ldirish uchun bir marta bank ilovasidan foydalangan, avto to'lov tugmasi yo'qolgan bo'lishi mumkin. Keyin har oy 5 ming so'm, 8 ming so'm, 1 ming so'm avtomatik yechiladi. Bu katta firibgarlik emasdek ko'rinadi, lekin pensiyasi 20 million so'm atrofida bo'lgan odam uchun har oy bunday yechim sezilarli zarar. To'rtinchi holat, karta yo'qolgan yoki PIN kod ma'lum bo'lgan. Ayrim keksalar PIN kodni kartaning ustiga yozib qo'yadi yoki qog'ozga yozib hamyonida saqlaydi. Agar hamyon yo'qolsa, karta ham, PIN kod ham birga ketadi. Kim topib olsa, bankomatdan pul yechishi mumkin. Shuning uchun PIN kodni hech qachon karta yonida saqlamang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, farzand bilan maslahat qilib xavfsizroq usul tanlang, lekin kodni ochiq yozib qo'ymang. 5-holat. Texnik kechikish yoki balans noto'g'ri ko'rinishi. Ba'zan bankomat yoki ilova vaqtincha noto'g'ri ko'rsatishi mumkin. Masalan, pensiya tushgan bo'ladi, lekin bankomat balansni yangilamaydi yoki pul kartaga tushgan, lekin bank tizimida kechikish bor. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l bir necha marta turli bankomatdan urinish emas, balki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki filialga borib hisob ko'chirmasini olish. Ko'chirma hammasini ko'rsatadi. Qachon pul tushgan, qachon yechilgan, qayerga o'tgan, kimning foydasiga ketgan. Agar sizga qo'ng'iroq qilgan odam shoshiltirsa, bu xavfli belgi. Hozir aytmasangiz pulingiz ketadi. 5 daqiqa ichida tasdiqlang. Telefonni qo'ymang, bankka bormang, men o'zim hal qilaman desa, bilingki bu firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Haqiqiy bank xodimi hech qachon SMS kodni, PIN kodni, kartaning orqa tomonidagi maxfiy kodni so'ramaydi. Haqiqiy davlat idorasi ham telefon orqali karta ma'lumotini so'rab, darhol pul o'tkazishni talab qilmaydi. Yana bir xavfli belgi, sizga noma'lum havola yuboriladi. Pensiya oshdi. Tekshirib ko'ring, ro'yxatdan o'ting, kompensatsiya oling, kartangizni yangilang degan havolalar ko'p uchraydi. Men bunday havolalarga kirishni tavsiya qilmayman. Agar haqiqatan ham biror davlat to'lovi yoki bank xabari bo'lsa, uni rasmiy sayt, rasmiy ilova yoki mahalliy pensiya bo'limi orqali tekshirish kerak. Telegramdagi noma'lum kanaldan kelgan havola, WhatsAppdagi begona xabar, Facebookdagi reklama orqali karta ma'lumotini kiritish juda xavfli. Yana bir misol keltiraman. Bir pensionerga pensiyangizga 300 ming so'm qo'shimcha beriladigan xabar keladi. U havolaga kiradi. Saytda ism, familiya, karta raqami va SMS kod so'raladi. U hammasini yozadi. Kartasida 20 million 500 ming so'm bor edi. 300 ming qo'shimcha tushishi o'rniga 20 million 500 ming so'm ketadi. Keyin u bankka boradi. Bank esa operatsiya SMS kod bilan tasdiqlanganini aytadi. Shu sababli men yana takrorlayman. SMS kod bu sizning raqamli imzoingizga o'xshaydi.
uni aytish yoki kiritish bilan siz operatsiyani tasdiqlab qo'yishingiz mumkin. Bu mavzuda bir nechta nozik nuqta bor. Birinchisi, hamma yechim firibgarlik emas. Ba'zan odam bankdan g'azablanadi, lekin pul sud qarori asosida ushlangan bo'ladi. Bunday vaziyatda bank faqat ijro hujjatini bajargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank xodimi bilan janjallashishdan oldin hujjat so'rash kerak. Mening hisobimdan pul qaysi asosga ko'ra yechildi? To'lov topshirig'i yoki ijro hujjati raqamini bering. Hisob ko'chirmasini chiqaring deb aniq so'rang. Ikkinchi nozik jihat, ayrim pensionerlar nomida eski kredit bo'ladi. Masalan, farzandiga yordam berib, o'z nomiga telefon yoki maishiy texnika kreditga olingan, kredit to'lanmay qolgan. Yillar o'tib pensiya kartasiga pul tushganda qarzdorlik bo'yicha yechim boshlanishi mumkin. Pensioner men buni unutganman deydi, lekin tizim unutmaydi. Shuning uchun pension nomiga hech qachon shunchaki rasmiylashtirib qo'yavering deb kredit olish to'g'ri emas. Bugun oson ko'ringan narsa ertaga pensiyadan ushlanishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, karta yangilanganda eski karta bilan bog'langan xizmatlar qolishi mumkin. Masalan, eski kartaga ulangan telefon raqami ishlamay qolgan. Lekin bank xabarlari o'sha raqamga ketmoqda. Pensioner yangi raqam ishlatadi, ammo bankda eski raqam turibdi. Bu juda xavfli. Agar raqam boshqa odamga o'tib ketsa, ayrim xabarlar begona odamga borishi mumkin. Shuning uchun bankdagi telefon raqamini albatta yangilab qo'yish kerak. Men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga aytaman. Bankka boring, mening hisobimga qaysi telefon raqam bog'langan deb tekshirtiring. To'rtinchi nozik jihat, ishonchnoma va qarindoshlar masalasi. Ba'zan pensionerning o'zi yurishga qiynaladi. Farzandi yoki qarindoshi pensiyani olib beradi. Agar bu rasmiy tartibda qilinsa, muammo kamroq bo'ladi. Lekin karta, PIN kod, telefon va SMS kodni to'liq boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Hatto oila ichida ham tushunmovchilik chiqishi mumkin. Keyin pulni kim oldi degan savol paydo bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar rasmiy yo'lni tanlang. Bankdan maslahat oling, ishonchnoma qanday rasmiylashtirishni so'rang. Barcha yechimlar ko'chirmada ko'rinib turadigan bo'lsin. 5-nozik jihat, bankomatdagi muammo. Ba'zan bankomat pulni bermaydi, lekin hisobdan yechilgandek ko'rinadi. Bunday holatda bankomat yo'ldan ketib qolmasdan darhol chekni saqlab qolish, bankomat raqamini yozib olish, joylashuvini eslab qolish va bankka murojaat qilish kerak. Ko'p hollarda inkassatsiya va tekshiruvdan keyin pul qaytariladi. Lekin bankomat yutib yubordi degan og'zaki gap yetarli emas. Sizda vaqt, joy, summa, karta egasi ma'lumoti bo'lishi kerak. Birinchi qadam. Agar pul yo'qolganini ko'rsangiz, darhol kartani bloklang. Buni bankning rasmiy kol markazi orqali, rasmiy mobil ilova orqali yoki bank filialiga borib qiling. Telefon qilayotganda raqamni internetdagi tasodifiy reklamadan emas, kartaning orqa tomonida yozilgan yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamdan oling. Firibgarlar soxta kol markaz raqamlarini ham tarqatishi mumkin. Ikkinchi qadam, hisob ko'chirmasini oling. Bankdan oxirgi 1 oy. Kerak bo'lsa 3 oy bo'yicha ko'chirma so'rang. Ko'chirmada hamma narsa ko'rinadi. Pensiya qachon tushgan, qancha tushgan, qaysi vaqtda yechilgan, bankomatdanmi, do'kondanmi, boshqa kartagami, onlayn to'lovmi. Pulim yo'qoldi degan umumiy gap bilan masala yechilmaydi. Mana shu sanada, mana shu soatda, mana shu summa yechilgan, men buni qilmaganman deb aniq yozish kerak. 3-qadam, bankka yozma ariza bering. Arizada ism, familiya, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, karta raqami oxirgi 4 raqami, telefon raqam, yo'qolgan summa, sana va vaqt, holatni qisqa tushuntirish bo'lishi kerak. Masalan, men ushbu operatsiyani amalga oshirmaganman. Karta va hisobim bo'yicha tekshiruv o'tkazishingizni, pul qayerga yo'naltirilganini aniqlashingizni va javobni yozma shaklida berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizadan nusxa oling yoki qabul qilingani tasdiqlovchi belgi qo'ydiring. 4-qadam, agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Bunda bank ko'chirmasi, SMS xabarlar skrinshoti, qo'ng'iroq qilgan raqam, Telegram yoki WhatsApp yozishmalari, havola bankka yozilgan ariza nusxasi kerak bo'ladi. Hech narsani o'chirib tashlamang. Firibgar bilan yozishmani ham darhol o'chirmang. Chunki bu dalil bo'lishi mumkin. Telefon raqamini, karta o'tkazmasi ma'lumotini, vaqtni saqlab qo'ying. 5-qadam, agar pul ijro hujjati bo'yicha ushlangan bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli idoradan asosini so'rang. Qaysi ish bo'yicha?
Qaysi qaror asosida qarz qancha ushlab qolindi, yana qancha qoldi degan savollarni bering. Agar siz qarzdorlikka rozi bo'lmasangiz yoki noto'g'ri deb hisoblasangiz, yozma tartibda e'tiroz bildiring. Huquqshunosdan maslahat oling. Sud qarori yoki ijro hujjatini ko'rishni talab qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 6-qadam, bankdagi telefon raqamini tekshirtiring. Bu juda oddiy, lekin juda muhim. Pensionerning kartasiga kimning raqami bog'langan? O'zi ishlatadigan raqammi ekan? Eski raqam emasmi? Farzandining raqamimi? Begona odamning raqami emasmi? Agar raqam noto'g'ri bo'lsa, darhol almashtiring. SMS xabarnomani yo'qing. Har bir kirim va chiqim haqida xabar kelib tursa, pul ketganini tezroq bilasiz va kartani tezroq bloklaysiz. 7-qadam, karta xavfsizligini yangilang. PIN kodni almashtiring, bank ilovasiga kirish parolini o'zgartiring. Telefoningizga begona ilovalar o'rnatilgan bo'lsa, siz tekshirtir ekan. Ayniqsa ekranni ko'rish, masofadan yordam, telefonni boshqarish kabi ilovalar xavfli bo'lishi mumkin. Firibgar, men sizga yordam beraman. Shu ilovani o'rnating desa, u sizning telefoningizdagi bank ilovasini ko'rib, pulni o'tkazib yuborishi mumkin. 8-qadam, oilada moliyaviy xavfsizlik qoidalarini kelishib oling. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizga faqat hech kimga kod aytmang deb qo'yish yetarli emas. Ularga aniq misollar bilan tushuntiring. Bank xodimi bo'lsa ham kod so'ramaydi. Davlat idorasi bo'lsa ham karta kodini so'ramaydi. Qo'rqitishsa, telefonni qo'ying va menga qo'ng'iroq qiling deb oddiy qo'yda bering. Muzlatkichga yoki telefon yoniga SMS kodni hech kimga aytma degan yozuvni qo'yish ham foydali bo'lishi mumkin. 9-qadam. Pensiya tushadigan kartada katta pulni uzoq saqlamang. Agar pensioner hamma pulini bir joyda saqlasa, karta ma'lumoti chiqib ketganda hammasi ketishi mumkin. Kerakli qismini naqd qiling yoki bank bilan maslahatlashib alohida omonat. Alohida hisob cheklovli karta kabi imkoniyatlarni so'rang. Ba'zi banklarda kunlik yechish limiti, onlayn to'lovlarni o'chirish, internet to'lovlarini cheklash kabi xizmatlar bor. Pensioner internet orqali to'lov qilmasa, bunday imkoniyatlarni cheklab qo'yish xavfni kamaytiradi. 10-qadam, har oy pensiya tushganda ko'chirma yoki SMSni tekshiring. Pensiya tushdi, tamom deb qo'ymang. Qancha tushdi? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Biror summa ushlanganmi? Noma'lum to'lov bormi? Agar 10 ming, 20 ming, 20 ming so'm noma'lum yechim bo'lsa ham e'tiborsiz qoldirmang. Kichik yechimlar ba'zan katta muammoning boshlanishi bo'ladi. Men buni alohida ta'kidlayman. SMS kodni hech kimga aytmang. PIN kodni hech kimga aytmang. Kartaning orqa tomonidagi 3 xonali kodni hech kimga aytmang. Telefon orqali kelgan havolaga karta ma'lumotini kiritmang. Bank xodimi, soliq xodimi, pensiya bo'limi, prokuratura, militsiya, operator deb tanishtirsa ham baribir kodni aytmang. Haqiqiy xodim sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Agar sizni qo'rqitsa, eng to'g'ri javob: men hozir bankka o'zim boraman yoki men rasmiy raqamga o'zim qo'ng'iroq qilaman deb telefonni qo'yish. Firibgarlar odamni telefon liniyasida ushlab turishga harakat qiladi. Chunki siz farzandingizga, bankka yoki tanishingizga qo'ng'iroq qilib tekshirib olsangiz, ularning yolg'oni fosh bo'ladi. Shuning uchun shoshmang. Pul masalasida shoshilgan odam ko'proq xato qiladi. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bugunoq ularning kartasini tekshirib bering. Bankdagi raqami to'g'rimi? SMS xabarnoma yoqilganmi? Kartada internet to'lovlar yoqilganmi? PIN kod qayerda turibdi? Telefonda begona ilova yo'qmi? Telegram yoki WhatsAppda shubhali havolalar bormi? Bu tekshiruv 20 daqiqa vaqt oladi. Lekin bir oylik yoki bir necha oylik pensiyani saqlab qolishi mumkin. Demak, pensionerlarning hisoblari shunchaki nollashib qolmaydi. Pul yo firibgarlar qo'liga tushadi, yo qarzdorlik bo'yicha ushlanadi, yo avtomatik to'lovga ketadi, yo texnik muammo sabab vaqtincha noto'g'ri ko'rinadi. Har bir holatda eng muhim narsa vahima qilmaslik, kartani bloklash, hisob ko'chirmasini olish, yozma ariza berish va dalillarni saqlash. Men sizdan so'rayman, bu ma'lumotni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, qo'shningizga tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizda yoki tanishlaringizda shunday holat bo'lganmi? Pul qayerga ketgani aniqlanganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim ogohlantirishlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Bu mavzuni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p pensionerning puli saqlanib qoladi.